2019 yılı 4. ayının 10. günü kech soat 9'da ilim-fan dunyosidagi yana bir bo'shish xarakterlik voqea tarix betidan o'rin oldi. Ko'p davlat astronomlar birlikda insonlar tarixidagi tunji parcha qora o'ngkurning rasmini e'lon qildi. Odam ustida izlanishga nisbatan aytganda bu shaksizki inqilob ahamiyatiga ega natija. Bu vaqtda ba'zilar qiziqib so'rashi mumkin. Bir parcha surat nima shunchalik cho'ng g'ulg'ul qo'zg'aydi? Buni yana qora o'ngkurning shakllanishidan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Qara o'ngkur bo'lsa darajadan tashqari massaga ega turg'un yulduzning yiqilg'usi xurab tugaganlikdan odatdan tashqari yangi yulduz shiddatli portlab uzluksiz ko'mirilishidan shakllangan. Turg'un yulduzning ichki qismidagi yiqilg'u xurab tugaganlikdan sirtqa energiya qo'yib berolmaydi. Turg'un yulduzning o'zlik tortish kuchi turg'un yulduzni uzluksiz preslaydi. Turg'un yulduzning o'zlik qechish sur'ati yo'riqlik sur'atidan tez bo'lgan vaqtda qara o'ngkur shakllandi. Bu vaqtda olamdagi sur'ati eng tez narsa. Yo'riqlikning qara o'ngkurning tortish kuchidan qutulishga amali yo'q. Qara o'ngkurning dal mushu xil aloyligi uni har qanday bir nurni qaytarishga, har qanday elektromagnit to'lqin radiatsiyasini chiqarishga amalsiz qilib qo'ygan. İnsanlar boshqa planetlarni ko'zlaganga o'xshash qara o'ngkurni ko'zlashga qat'iy amalsiz. Hatto u bizning quyosh sistemasining atrofida bo'lsa-mu, biz ko'zimiz orqali uni bevosita ko'zlashga yana amalsiz. Undaqda insonlar qara o'ngkurning tunji parcha sur'atini zodi qandoq tortgan? Samon yo'l sistemasining ustida bir elpis-samon yulduz sistemasi mavjud. U dal Sumbola yulduz turkubi. Bu yulduz sistemasining markazida darajadan tashqari massaga ega bir qara o'ngkur bor. Uning massasi taxminan quyosh massasining 6 milliard 500 million nasiga teng. Lekin u yer shariga taxminan 55 million yo'riqlik yili yiroqlikda. Yana kelib qara o'ngkurning o'zlik aloyligi qo'shilg'achqa uni tutib olish g'oyat cho'ng bir xirisga aylandi. 2018 yili 4-oyda astronomlar har qaysi davlatlarning radio teleskop torini mas qadamlashtirib 8 ko'z suspasini biriktirdi. Bu orqali Sumbola yulduz turkumining markazini ko'zlashga qulaylik tug'dirdi. Shuning bilan bir dunyoviy teleskop shakllandi. U ko'zlangan suzuklik darajasi bir sayyora cho'ngkichlikdagi astronomiya teleskopinikiga barobar. Lekin shundoq bo'lsa-mu, olimlar faqat uning yon ko'langisini suratga ilib, uni kompyuter bilan hisoblash orqali qara o'ngkurning doirasiga erishalgan. Hozirgacha insonlar payqa olgan qara o'ngkurning soni faqat 10 nechalar. Lekin olimlarning hisoblashiga asoslanganda samon yo'l sistemasida mavjud bo'lgan qara o'ngkurning soni 100 million atrofida. Gerçi hozirgacha insonlarning qara o'ngkurga bo'lgan tushunchasi nihoyat oz bo'lsa-mu, lekin ishonamanki, insoniyat fan texnikasining uchiqandek taraqqiy qilishiga erishib, uzoq bo'lmagan kelgusida biz haqiqiy ma'noda qara o'ngkur, hatto olamning cho'mparasini ocha olishimiz mumkin. Bo'ldi. Bu qitimli sayohat oxirlashdi.